Bugun biz buvijonim bilan birga hozirgi kunda unutilib ketilgan xamir turishli non qilamiz. Albatta yoniga o'sha men juda ham sevgan ko'kat va piyozli patri ham unutmaymiz. Bu uchun bizga eng birinchi o'rinda ko'kat, piyoz va eng muhimi xamir turishli nonimiz uchun xuddi shunaqa xamir turish. Buvijonim aytishlari bo'yicha oldin hamma non qilganda xuddi shunaqa xamir turishdan foydalangan ekan. Keyingi o'rinda bo'lsa bizga sariyog', tuz, albatta un, xohishga ko'ra qo'y yog'i. Buvijonim bo'lsa qo'y yog'ini eritib shunaqa idishga solib qo'yganlar. Bismillahni aytib buvijonlarni elab xamir qilishga kirishib ketdilar. Menga ko'kat va piyozlarni to'g'rashda buyuk masala topshirildi. Bu orada xamirimiz ketma-ketligini ham sizlarga aytib o'taman. Birinchi o'rinda tuz solamiz. Ikkinchi bo'lib sariyog'ni ustiga qaynagan suvdan quyib eritib qo'shib olamiz. Albatta buvijonimga o'xshab isrofni yoqtirmasangiz, qaynagan suvingizdan yana bir marta yaxshilab tozalab olasiz. Va nihoyat eng muhim masallig'imiz xamir turishni solish. Bu jarayonda suvingiz issiq bo'lib ketmasligi kerak. Sababi xamir turishingiz kuyib qolishi mumkin ekan. Hozir hamma drojjiga o'tib ketgan. Sog'liq va ta'm uchun albatta tabiiy xamir turish ma'qul. Agar siz tezlik va qulaylikni tanlasangiz, siz tanlovingiz magazindagi drojji. Xamirni ko'pitgani qo'yganimizdan keyin buvijonim tezgina ko'k patirni xamirga ham unavordilar. Istoriya qo'yganim o'zida retsept bo'yicha ko'p savollar keldi. Shu sabab ko'k patir retseptini ham aytib o'taman. Suvimizga tuz va yog'larini solib eritib olar ekanmiz. Ko'kat va piyozlardan ham solib xamir qorishni boshlaymiz. Xamirimiz tayyor bo'lib, uni dam oltirgani qo'ydik. Yaxshilab dam olgan xamirimizni o'zimizga qulay bo'lgan zuvalalarga bo'lib olamiz. Bu orada ko'pgan xamirimiz ham tayyor bo'lib, buvijonim yashin tezligida non va patirlarni yasab tashladilar. Biz bo'lsa kenayam bilan birga tandirga o't qo'ydik. Shu tariqa o'sha mashhur non yopish jarayoniga ham yetib keldik. Buvijonim yopgan nonlar har doim mazali. Ayniqsa menga o'xshab uzilishi bilan tatib ko'rsangiz, videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bundan qiziqlari hali oldinda.